Bizlarning farzandlarimiz uchun jonini berib, asablarini tugatib, sog'lig'ini yo'qotib, arzimagan oylikda ishlab kelayotgan ustozlarga bugun bosh egishdan boshqa ilojim qolmadi. Shunaqa bir ajoyib muborak kitoblarda ajoyib satrlarni o'qib qoldimki, o'zim eshitib hayratda qolib, ustoz bo'lgim kelib ketdi. Nega desanglar, agar bu satrlarda shunday so'zlar yozilgan ekan: har bir inson so'roq javobiga borayotganda amal daftarlarini olish uchun Alloh huzuriga shoshib borayotgan paytimizda ustoz deb atalmish kasb egalariga farishtalar lutf aylab qanotlari ustidan yurittirar ekan. Shunda ular yo'q yurmaymiz, hijolat bo'lamiz axir, bular farishta bo'lsa deganda Alloh aytar ekan: yur arziysan, arzimagan oylikda ishlab, sog'lig'ingni ketqazding. Sen faqatgina ilm ulrashding. Shuning uchun sen loyiqsan derkan.